Yillar o'tib ketdi ko'rishmaganimizga. Qo'lingizda olib gapiravering. Qanday bunday qilmasak bo'lmaydimi? Yo'q, qo'lingizda olib gapiravering. Ha, bo'l, charchamayman. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar, salom. Yil o'tib ketdi ama ko'rishgani. Endi siz farzandlaringiz uchun emas, o'zingiz uchun. Siz ham hali o'yincha o'ynasangiz kerak, to'g'rimi? Hazillashyapman. Yo. Jiyanlarni Xudo xolasa Qurbon hayitiga bir bayram bilan tabriklab, andijonlik bola to'yisdan berib, bir xursand qilasiz. Bitta narsani aytmoqchiman. Siz Buxorodan. Buxorolik dillilar aloqaga chiqsa bo'laveradi. Voha deyvering aka. Hozir mana eng katta tuxum. Tuya qushlar tuxumidan ham katta dinozavrdek. O'zimiz O'zlaringiz yetishtiryapsizlar. Kelajakka bu Voy bilad. Ana jo'larni ham qirqmanglar. Chunki bilsin odamlar, blogerlar, endi boshlayotgan blogerlar. Til ketdi. O'tmishga o'tib o'zimiz dinozavr tuxumlarini olib kelganmiz. Buxorolik dillilar aloqaga chiqilaveradi. Albatta, Xudo xolasa, voha bemalol chiqsalaringiz, bu O'zbekistonga yangilik. Nasib bo'lsa, aka bardavom bo'lsin, nasib bo'lsa bizga ham mana shunaqa chiroyli bizneslar qilish nasib bo'lsin. Xudo xolasa. Yoshlarni xursand qilyapsiz, nasib bo'lsa barakali bo'ladi. Buxoroliklar chiqadimi? Albatta. Yoradi. Xudo xolasa. Nafaqat Buxoro. Men Vohani blogerman. Bitta tushunib olinglar. Vohadagi eng katta podpisчикman-da. Albatta. Charchamanglar, yaxshi kunlarda sizlarga Anjan Toys.